Bugun uchrashuv kunimiz. Uchrashuvga tayyorlanamiz. Betlarni tozalab olamiz. Yana kuyov bola ko'rib, "Voy dod, bu betini 15 kun yuvmabdi" demasin. Betlarim juda ham xunuk bo'lib ketgan. Bunlarim qaranglar ahvolini. Enzimlar pudrada bugun betimizni yuvib olamiz. Yaxshilab tozalaymiz bunlarimiz. Qanaqa tarkina uchrashuvmi? La 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 la. Bu zo'r narsani artikulini описаниеda qoldiraman. Ana yuzlarimizni tozalab oldik. Endi bitta krem surkab, keyin yasam olamiz. Voy juda hayajondaman. O'zim xohlagandek. Na qirg'iz emas, na qozoq emas, na o'zbek emas. Tanalni surkamayman. Ko'p yasanishni yoqtirmayman. Eng qizig'i nima haqida gaplashaman? Ana qo'yamiz. Ko'proq qo'yaylik. Rumyanini ozi bo'lmaydi. Hali qizarib turamiz va uyatganga o'xshab. Lekin qada bizda uyatish, biz uyatmaymiz. Eng qizig'i kuyov bolamiz o'zbekcha tushunadimi? Qoshimga qo'yib olish esimdan chiqibdi. Endi oqarib qoladimi deb qo'rqyapman. Zo'rg'a turgan ekan deb o'ylamasin deb ko'p yasamayman. Естественный bo'lib boramiz. Highlighterni barmog'imda qo'yishni yaxshi ko'raman. Ana endi kifriga o'taylik, kifrik qilib olaylik endi. Qizig'i go'sht bor joyga olib boramikina. Rosa go'sht kim kelyapti? Hozir o'ylayapsizlar, tovog'imni uchrashuvga chiqib turibman. Go'shtni gapiradi bu qiz, go'sht o'ylayapti deb. Ha, shunaqaman men. Kimdir shirinlik yaxshi ko'radi. Menga sinnik olib bering deydiganlar bor-ku. Uni o'rniga menga go'sht olib bering deydigan qizlardanman men. Sinnik olib bering. Yo'q bizda go'sht olib bering bor. Kimdir misol har kuni kola ichadi, Pepsi ichadi. Chunki xumori tutadi, to'g'rimi? Men bo'lsa go'sht yaxshi ko'raman. Nima qilay endi? Ozgina podvodka qo'yib olamiz. Endi lavimizga qo'yib olamiz. Qalamim uchi yo'q ekan. Lavim ishilib boryapti. Bular turishiga qaramanglar, chiroyli bo'lib qoladi. Oz to'lab kelaman. Ana shunaqa qilib makiyajimiz tayyor bo'ldi. Dorslarni kuttirib o'tirmayman, chunki bitta videoga hammasi sig'madi. Sirazu qo'yaman. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, repost bosib qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.